Agarda sizlar ko'chada qolib ketadigan bo'lsangiz, shu powerbank sizlarga yordam beradi. Bu 8 vatli powerbank bo'ladi. 8 vatgacha bo'lgan любой texnikangizni ishlatib bera oladi. 220 vatli rozetka porti, USB port, Type-C port, samoxlajeniya sistemalargacha bor. Bu powerbankka olganingizdan keyin siz hech qanaqa rasxodga tushmaysiz, chunki komplektida солнечный panellari bilan birga chiqadi. Sizga undan ham kattarog'i kerak bo'ladigan bo'lsa 3 kilovatli powerbankimiz bo'ladi. Qo'shnidan generator g'ing'illash joningizga teggan bo'lsa, shu powerbankdan oling, baraka topasiz. Necha soat tok berib turadi deydigan bo'lsangiz, 6 soatdan 8 soatgacha uyingizda любой texnikangizni ishlatib bera oladi. 220 volt rozetka porti bor, shitdan ham promoy ulab qo'ysangiz bo'ladi. Piknik sevadiganlar uchun ham olib kelib qo'yganmiz. 140 vatli, 300 vatli bo'ladi. Buni ham 220 volt rozetka porti bo'ladi. Buni ham ko'rayotganingiz komplektida lampochka patrollari ham chiqadi. Sizga kamida 5 soatdan oshiq tok yetkazib turadi. Zaryadga to'ldirishdan umuman muammo bo'lmaydi. USB port, Type-C port, samoxlajeniya sistemasigacha bor. Eng qiziq joyi солнечный paneli komplektida bor. Bu powerbankimiz 300 vatli bo'ladi. Qayerdan xarid qilishni bilmayotgan bo'lsanglar, Oson Energiyaga murojaat qilinglar. Naqd yoki nasiya savdoga boshlang'ich to'lovlarsiz xarid qilib beramiz.